Assalomu alaykum, to'r sohasidagi erlar. Men bu so'zimni faqat erlarga qartib dedim. Balkim buni anglagandan keyin nurg'ulga erlar rost haq dedi deb qabul qilishi mumkin, ham o'ylanishi mumkin. Ham buni o'ylanmaganlar tafakkur qilib baqishi mumkin. Lekin ba'zilar yana o'ziga olmay, "Sizning bunda deyish nima haqqing?" deyishi mumkin. Mayli nim desanglar, o sizlarning vijdoningizga havola. Hozir ham lager masalasi chiqqandan keyin nurg'ulg'an ayollar lagerlarda tarbiyalanib jamiyatimiz qaytib chiqdi. Buning ichida lager kirkatganlar ichida nikohlanganlar bor, nikohlanmaganlar bor. Nikohlanganlarningki erlari lager kirkatganda ba'zilarning umumyuzlik ahvol emas. Ba'zilarning erlari ayollarini qo'yib etib qaytadan nikohlangan. Ba'zi qizlar yinib chiqdi, ba'zi ayollar yinib chiqdi. Endi ular to'y qilish kerak-da. To'y qilish uchun erlar bilan tunishib, paranglashib qilganda, erlar ularga nikohdan keyin, to'ydan keyin bo'lgan nomuvofiq talablarni qo'ygan. Bular uni rad qilgan vaqtda nima javob berishgan? Sizning qallang yana yuyilmabdi, radikallik ideyadan qutula olmabsa, yana sen lager kirib tarbiyalanishga haqli ekansa degan. Ma gap hammanglarni ichindirdi-qo'y deyman. Shaxsan menga bak og'ir keldi. Endi men yana o'zimning beshimdan o'tgan, o'zim shohid bo'lgan bir qancha masalalarni so'zlab beray. Men bir universitetda o'quvchilarning ideviy siyosiy xizmatini ishildim. Buningda asosiy qizlarning ideviy siyosiy xizmatini ishildim. Axloq tarbiyasini. Shu vaqtda men maktabimiz bo'yicha 5-6 qiz, biroz o'yinchi, jamiyat chiqib qolgan qizlarning kayniga kirib, shularning tarbiyasini shunda ching tutib kirishib bordim. Bu qizlar kechlarda biz qizlarning 10:30dan keyin sirtqa qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Kecha sirtqa chiqib qoldi, ketib qoldi. Nada desangiz, palayada. Rost shu yerda bormi? Shu urug'tiqning uyiga ketdimi? Men hatto shu yerga borgan. Nasanada doktorxon falan do'stim og'rib qolgan, shuningda amra bo'lyaptimi? Shu doktorxon bormi deb borgan. Ba'zilarning aloqalashamagandan keyin atisnag bording, falan tuqunning uyiga bordim desa, hatto shu tuqunning uyiga borgan izlab so'rab. Ammo o'sha yolg'on chiqqan. Bulansa yolg'onchilik qilsa, nima uchun unda qilsa, bunda qilsa desak, texim va qarshilik qildi. Keyin bular hesdashlik o'tib, bu jarayonda muңdishib, nurg'ulg'an chora tadbirlarni ani-mani qo'llanib, oxir men yili qizlarning qalbiga singib kirdim. Ularning sirdishi, muңdishi bo'ldim. Nima uchun ashta ishlarni qildi? Ularni tushundim. Oxir ulardan erishgan javoblarim nima bo'ldi? Rasman buning oldida bu qizlar zot asli qanday qizlardi deb sinfdagi savodoshlarini, yotoqdoshlarini so'rsam, ularning maktabga kelgan vaqtda intayin yaxshi, sog'lom bir ideyaga ega qizlar ekanligini deb bergan. Shuning bilan men bularni ancha iz qo'g'lab tekshirib, yo ishlarini aniqlab qilgandan keyin natija nima bo'ldi? Ularning oqidagi odam ya fakultetningki ya maktab nima? Fakultet mudiri yoki bo'lmasa o'quvchilar xizmatini shu vaqtlar fudoyan deytdiq, o'quvchilar yetakchi qildigan mas'ullari bor. Necha maktab sinflarni bir qilib bir sinf mas'uli bor bo'ldi. Shular yoki bo'lmasa jamiyatdagi ma'lum nomba odamlar bo'lib chiqdi. Shu bu xizmatlar ichida ma'lum g'ulg'ulani paydo qildi. Men shu ishning sababchisi odamlar bilan ko'rishdim. Ularning qilmishlariga qilcha yuz xotir qilmay ko'rishdim. Oxir bu ma'lum ta'sirlarni qo'zg'agandan keyin mening shu xizmatimga mas'ul bo'lgan bir Uyg'ur boshlig'imiz bor edi. Bizning shu boshqarmaning muavin boshlig'i. Shu meni chaqirib akirib nima ish qildi? Bo'ldi, bu xizmatni mushunchaki ishlasangiz yetar. Siz unda kirishib olmang. U qizlar ba'zi o'zinikini beribdi dedi. Motor sohasi deyish biroz sat gap bo'lsin, lekin buni o'zin demasam bo'lmaydi. Degandiki men nima dedim? Unda deb ketmang. Sizningmi ayolingiz va 3 qizingiz bor. Ko'ramiz dedim. Bu bir bo'ldi. Ikkinchi qitimda o 2000-yili qish, Ramazon shu qishda keldi. Shu vaqtda bizga shu boshliqimiz nima dedi? Har qaysi
binolarga ro'z tutishga bo'lmaydi deb uqtirish chaplanglar dedi. Men dedim, nima uchun unda qilmiz? Tuz tutavermisinmi? Ularning xiyolida yo'q ishni, maktabning xiyolida yo'q ishni biz nima uchun maktabning va o'quvchilarning xiyoliga solamiz? Xalqning diqqatini nima uchun qo'zg'aymiz buningga? Tuz tutaversin desam bo'lmaydi. Ertaga tutib yo bir gap chiqsa, sen xizmatni oldin ishlamabsa deb bizga gap keladi. Biz buni qilishimiz kerak dedi. Deb bir narsa yezing degan faqat yozmadim. O'zi yozdi. Chaplang degandim chaplamadim. Kimga chaplasangiz chapilting, o'quvchilar borga chaqirib akib chapilting shularga. Oxiri bu xizmatni ishlash uchun 2 kunda bir, 3 kunda bir kechida kelib, binoda ro'z tutganlarni tekshirish vazifasini qildi bizga. Shuning bilan o vaqtda har qaysi binolarda o'quvchilar xizmatini ishlaydigan, o'quvchilardan uyushmalardan o'quvchilarimiz botdi. Uyg'ur o'quvchilarga xabar berdim men. Qaysi kuni kechada tekshirish qilsak, men sizga xabar berayotman. Shu vaqtda binodagi bolalarga yushurib bir xabar berayotinglar deb. Ani keyinda biz bino tekshirganda o'g'illar binosiga bir Uyg'ur bir Uyg'ur Xitoy qizlar binosiga bir Uyg'ur ayol, bir Xitoy ayol kirib tekshiramiz. Mening navbatim kelganda men egiz boshliq oyoqni kiyma binoning birinchi qavatini taqildab, 2-3 balandbayni bosqichi eklam. Binoning ham yeriga olindi. Bolalar darhol diqqat qildi. Shu vaqtda bizning ishxonada bir Xitoy qiz botdi. Hozirgacha o'shan chiroy ifodalari ko'z oldimda. Bugun kech sen tekshirdi ekansa, ashta bir belgi bergansam, shu bo'ynini qisib, ro'z tutsa nima bo'pti? Nima bo'ldi ro'z tutsa? Degandi, albatta ro'z tutsa ishlanmaydi, ammo ro'z deganni Müştaq iradesi çiң. Bu e'tiqod degan odamni cheklaydi, yomon ishlardan cheklaydi. Ashta e'tiqodi bor, yomon ishlardan to'siyalaydigan o'zini ashta odamlar tutadi. Bizning mush xizmatimizmi o'qishdan yomon ishlardan to'sash. E'tiqod bor, odam e'tiqod sababidan o'zini yomon ishlardan cheklaydi, ammo bu yaxshi ishdi deb tunishtirsam shu to'g'ri-ku, tusinim bo'pti deb murisin chiqirib gaqiga holida hozirgacha ko'z oldimda. Shuning bilan sen bir belge bergensen, sen qanday belge beryapsan deganmamda, egiz boshliq oyoq kiyib kirma, ashun taqildi qilma, ashta belgem bor, unda ortiq belgem yo'q, bolalarga desam, ila hayotida egiz boshliq oyoq kiymagan qiz, unda xus mama qilayamsa, shunda tabi, mama qilayamsa. Opamning egiz boshliq oyog'ini kiyib kiray dedi. Ashta moslashib biz shu bir oy tugagan vaqtida ro'z tutganlar yo'q degan ma'lumotni sunduq, iliqi. Boshliqni ishxonasiga ko'tarib kirsam, menga qarab etib ro'z tutganlar rost yo'qmi dedi. Ha, desam ishonmayman degandi. O'zingiz ishonmaydigan, o'zisin chiqarmaydigan xizmatni qilib nima ish qilgandingiz, ishonmasangiz ishingiz deb qo'yib qo'ydim. Men shu ikki ishda qiyirishdim osh odamning nazarida, ammo men xizmatimni to'liq ado qildim. U mening majburiyatim. Shuning sababida men nima uchirdim? Biz har haftada bir qatim ash binoga kelib dijurunlik qilamiz. Ma'lum binolar qizlar binolariga kelib har haftada bir oqshom yetib binodagi ahvollarni egallash xizmatimiz bor. Men bir kuni shunday xizmatni ado qilayotgan vaqtimda keldim. Shu binoda aslan dijurunlik turadigan ayolga uyingizga berib tovoq yeb keling. Mush yarim soatda men qarab turay dedim. Shuning bilan eshikdan kirib chiqqanlarga qarab, erlarning kirish, o'g'illarning kirish qat'iy cheklandi-da. Qarab turgan vaqtimda oldimga 2-3 qiz kelib men bilan paranglashdi, bir ishlarni so'rdi. Men ularga tafsili o'zim xizmatimning nimasi shu bo'lgan tafsil tushundirdim. Mening xarakterim shu, har qanday bir ishni qarshi odamga tafsili tushuntirish. Shu orliqdan 5 minut o'tdilar, binoda qiyochiya bo'lib ketdi. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsak, bir o'g'il bola ham yotoqlarga kirib, biliq kech 9:30 10 bo'lgan vaqt eshik taqaydigan, 10 eshik taqildi, oz qolgan vaqt. Kirib degan qizlarni avar qilibdi. Şu qizlar qo'rqib chiqarabdi. Şu yiliq o'g'ilni men qo'g'ladim. Bo'y vermay qo'llarini tutib olsam, bo'y vermay chiqatdi. Shuning bilan ertasidan boshlab meni xizmatda mas'uliyatsizlik ko'rsatdi deb yiliq boshlig'imiz meni ogohlantirish berish yoki bo'lmasa bu o'rinda yutkib yetish yoki nima qilish degandek bir qancha takliflar bilan meni yuqoriga sundi. Xizmatdan vaqtliq to'xtatib qo'yish degandek. Ammo bir o'g'il bolaning kirib ashnaq chiqitishi bilan unda xizmatdan vaqtliq to'xtatib qo'yish, ogohlantirish berish degan narsa uning to'shmaydi. Uningdan ni boshqa ishlarni qilganlarmi shuni xotirjam ishlab ketayotgan. Shu buninglar jiddiy yig'in ochdi. Bu ishni shundoq
dağ kütədi əmdi. Şu mening şu qadar ideyimdən ötmey, bunda tasdan kallamıqa nima xiyal keldi? İliq mening aldımda men bilan paranglashib o'tag'an qizlar, aş başlig'imizdan bir yurtliq emas, hatta bir məhəllilik qızlardı. Şu yiliqi kirib ketgan o'g'ilni tekshasam, u mashda bo'lib chiqdi. Ha, asli meni mush usul bilan o'quvchilar bilan birlashib, menda mushundaq kamchilikni sodir qilib, meni mushundaq qilishganda deb men u yerda hech qanday qarshilik bildirmay, bizning shu vaqtida maktab mudirimiz, shu universitetninki mudirimiz Uyg'urdi. Muavin mudirimiz shuning yeniga kirib, mushta bo'ldi, mening mushta gumonim bor. Desam, gumoningiz ishlamasigan ishnima desam, unda o'sman buni qo'g'dashdikilarga shu o'quvchini chaqirib akirib, so'roq qilishga o'rlashtiray deganda yo'q dedim. Chunki qo'g'dashning boshliqlarimi Uyg'urlar so'raydi. Uning ustidagi muavinlarmi Uyg'ur. Ma'u bizning boshlig'imizga darajasi o'xshash ular. Oxir bu o'quvchilar rostni e'tirof qilsa, ha, endi mushtaq bir sachchilikni o'tirg'i chiqarib qolamdiq deb bu gapni chiroyli yasib o'tishi mumkin. Shuning u o'quvchidan o'zingiz so'roq qilsiz dedim. O'zingiz so'roq qilsiz. Men degandek chiqadi. Desam, shu bizning maktab mudirimiz siz ma bir hafta uyda orom olib turing. Kelar juma kuni soat 10 da keling ishxonaga men shu vaqtda hamma odamni ko'kizib bu ishning natijasini chiqarma dedi. Degandek men bir hafta uyda dam oldim. Degan vaqtida keldim. Degandek bizning maktab mudirimiz ko'rishgandan keyin yiliqi o'quvchilar buni planlik qilganligini iqror qilibdi. Shuningla maktab mudirimiz hammasini chaqirib akirib, o'quvchilarni o'tqiz qo'yib turib, bu ish biz Uyg'ur bo'lganligimiz sababidan mishadi qolsin, men davron qilmayman, ishning haqiqati mushu. Men bu qizningki xizmat nimasini burunda yoqib bilatdim. Shu vaqtda men jamiyatda loyiq tunishtirish o'rnini ichib shu xizmatni qilayotgan qo'shimcha qilayotgan vaqtim. Meydisi urib bizda yo'q bir ishni azaldan Uyg'ur jamiyatida bo'lmagan ishni men qila olayman, mushni kishilarning ideyasiga singdira olayman deb o'tirg'i chiqqan qiz xizmatga mas'uliyatchilik bilan muomala qiladi. Men ishnatdim buningga. Oxir ish mening o'ylaganimdek chiqdi. Bu qiz sizlar topshirgan bu xizmatni emas, ash bizningki nimamizga dedi boshqarib boshlig'imizga. Sening xizmatingni qilib ketalaydi, voyaga yetkazib oshirib, hatto men xizmat o'rnimni bersam, mening xizmatimni qilib keta olaydi deb. Ashta baho berdi. Shu vaqtda kirgan boshqa ayollar nim dedi? Haqiqatan ko'rgan insonlar borgan degan. Shu vaqtda endi mening siz 3-oyda kelib ishga tushu. Va bir ikki oy yaxshi orom eling, lekin qiz maoshingiz hech qanday narsaga ta'sir etmaydi dedi va 3-oyda kelib ishga tushdim. Endi bulan deb nim demoqchi? Qizlarimizning-ki bugungi sakinda o'zlariga loyiq izlab saknaga chiqib qilishning oqibatlarida nima ishlar bor ekan? Biz qizlarimizni ayblamaymiz, hech qanday er kishining qizlarimizni ayblash haqqi yo'q. Aş qizlarmichu sizlarning quchug'inglarda cho'ng bo'layotgan necha yoshlik oldinglardagi 10 necha yoshlik notovan qizlaringlarga o'xshash ashloq sap qalb yurakning egisi notovan qizlar. Ashlarmichu ota-onalari sizlar qizinglarni qandoq atolib ko'zning ichiga qarab boqqan bo'lsanglar, ashlarning iffat nomuslarini qanchalik qo'g'dab boqqan bo'lsanglar, shu qizlarning ota-onalari ashda boqqan. Ular jamiyatga chiqqandan keyin şu qizlar tarafidan buzulmaydi, erlar tarafidan buzuladi. Uning qarshisidagi er, buna desam yana. Ash qizlar o'zlarini qo'g'dimigan. Ash qizlar shundoq, ash qizlar undaq xumus, mundaq xumaydi, mundaq xumus, undaq xumaydi. Shu qizlar qaranglar. Nadonligidan, oq ko'ngilligidan jamiyatimizga erlarningki birsi o'qituvchisi, birsi Fidoyam birsi palayadiki nomi bor obda odamlar bo'lgankin, mush obda o'xshaydi, yaxshi o'xshaydi. Yoki bo'lsa o'zi bilan so'zlashgan yigitlar og'zi ko'y oldidagi va'dalarni berib turgankin, ha, mush yaxshi o'xshaydi. Mush eguldiga o'xshaydi. Yoki bir qandoq o'xshaydi deb ishonganli gunohi bor. Boshqa hech qanday gunohi yo'q. Ashni menga o'xshash, ha? Mening akamga, atamga o'xshash bir ermi shu. Bu qarab turib o'zining millatining qizini depsend qilmaydi.
meni yomon yo'lga boshlamaydi, menga ega bo'ladi deb bir erkak, jamiyatning to'riga erkak deb bir ishinib qolgan yeri bor. Boshqa gunohi yo'q. Shuning bilan mening shu loyiq tunishtir o'rni ichib, psixik jihatdan maslahat berishimgimi shu maktabda kuzatgan ishlarim sabab bo'lgan. Shu o'rin ichib ashna qizlar maslahat berdik. Meni televiziya istansiyasi, radio istansiyasi, Urumchi televiziya istansiyasi, radio istansiyasi, Şinjan televiziyasi, radio istansiyasidagi mushta ayollar maxsus program ishlaydigan ayollar dunyasi programmasi, yoshlik melodiyasini erkish boshqaratdi. Ayollar dunyosining programmalari mayli Urumchi televiziyasi, Şinjan televiziya istansiyasidagi shu programmadagi ayollarga men uchirgan ishlarni deb berib, shu ayollar bilan birlashib biz jamiyatimizdagi mushta ishlarga qarshi turish uchun qizlarga oldi bilan biz erlarga ta'sir ko'rsatib bo'lmaydi ekanmiz, erlarni tarbiyalab bo'lmaydi ekanmiz. Oldi bilan biz qizlarimizga o'zinglar qutqizinglar, o'zinglar ega bo'linglar. Er degan zotiga hayotinglarning oxirigacha qachon to'y qilib, akirib, siz nikohlab amrik omig'icha ishonma degan tarbiyani berayli deb biz shu narsani televiziya istansiyasida, radio istansiyasida qarat yaydirib har qatim suhbatlayman chiqdim. Jamiyat ko'rganlarimning haqiqiy ahvollari bilan so'zildim. Bunun bilan yan bo'lmagandan keyin Fransiyada qaranglar. 1950 nechinchi yillarda pop qizlarga qizlik ippitini saqlash qasimini ilish faoliyatini qilib ekandiq. Chunki ayollar pokiz bo'lsa, jamiyat pokiz bo'ldi degan popning yozmalari bor. Shu narsani o'qigandan keyin men, bir popchig'i, bir dinsizchig'i biz Fransiyani shunda ichitilgan ondoq, mondoq deb tasavvur qilamiz. 1950-yili pop ayollar pokiz bo'lsa, jamiyat pokiz bo'ldi degan o'ttir o'qiyib, erlarga ega bo'lib bo'lamagandan keyin, u qizlardan iffat saqlash qasami olgan. Chunki shu qasamni bergandan keyin, shu qizlar balkim to'ydan burun va yoki boshqa shakllarda ularning o'zining o'ziga xos diniy e'tiqodi bor. Erlarga o'zini topshamaslik mumkin, qasam bergankin. Ashda qilib qizlarni qutqizib qilish tashviqotini boshlagan. Shuning bilan yana endi radioni qancha odam anglaydi deb biz buni jamiyatning bir xizmatiga aylantiraylik deb o'yladik. Shuningla men shu jarayonda nurg'un odamlardan ko'rishdim. Bizmi mush iffat saqlash qasimini o'tirg'i chiqaraylik. Maktablarga boraylik. Boshlang'ich maktabdan boshlaylik bu tarbiyani. O'tir maktab nima tarbiyani, o'zini qo'g'dash tarbiyasini boshlang'ichdan iffatini saqlash qasimini berishdak mushta bir xil xizmatni aytib go'zal bir nima kirgizish orqali o'tir maktablardan to'liqsizdan boshlaylik dedim. Bu vaqtda yosh o'smirlarning qonun huquq manfaatini qo'g'dash qonuniga sap turib mushta qilaylik deb nurg'un yerlar bilan ko'rishdim. Ko'rsam buning pidokorlik bilan o'tirib chiqadiganlar bo'ldi. Siz buningki ishlaydigan xizmat jarayonlarini hammasini yezing dedi. Shu narsalarni yezib, tayyorlab bu ishlarni amalga oshiramiz deb shu ishlarga kirishdik. Buning to'xtab qilishining sababi 2006-yil bo'lgan vaqtda mening opamning mangisi qon tushib, butunlay hushsiz holat tushib qoldi. Shu opamga qarmasam kecham kunduz 24 soat endi adam bo'lmaydi. Men shunga barliq maktabdagi xizmatim, jamiyatdagi xizmatim hamma narsamda qo'l uzib opamga amra bo'ldim. Lekin shu jarayonda yana men bevosita ishga qatnashamasam-mu, nurg'ulg'an shunday ishlarga yetakchi bo'ldim, vositalik sababkor bo'ldim. Shu jarayonda men yana sizning sirdishingiz degan Onunğa Urumchi televiziya istansiyasining sizning sirdishingiz deb e'lon telefon nomerini chiqarib turdi. Shu telefonga telefon ursa qiziqlaniyaga mang'ulab berdi. Men uyda o'tirib maslahat berman. Nurg'ulg'an qizlar ko'maganki qarshi tarafdagi odamni. Ichidagi bani hammani to'kalaydi. Hiylik qilan anglab, hiylik puchulnib, hiylik datga puchulnib, ish o'zim yo'qit qilay deyman. Loyiq tunishtirish jarayonida shunday ishlarga duch kelganman bevosita. Yinimga shunda salobatlik, shunda isil odamlar kelsa, erlar. Shunda yaxshi odamning ayoli yo'q ekan, balkim gunoh ayolda bo'lishi mumkin.
Palanç ayol acab yaxshi shunda esil ayolni tunishtirsam, mushikiz to'y qilib qolsa degan go'zal xiyol bilan hiliq ayolga qorong palanch keldi, mundaq qo tunish qilinglar deb shunda zo'q sho'q bilan tunishtirmayliqlar xo'shib. 15 kundan bir oydan keyin hiliq tunishqa ayolning og'zidan ajoyib bir gaplarni anglaymankin, Xudoyim tova yaqqamni siqima. Ashta ishlar bo'lgan. Men ayol kishining qayoshi deydi. Ham men ayol kishining qayoshi, ham mush narsan deyishim erlan ayıplıymış yemirim emas. Chunki mening otam er kishi, mening ikki ayol akam bor, ikki akam er kishi. Mening yo'ldishim er kishi. Maqsadim erlarga hujum qilish emas, ashundaq paskesh qizlarning iffat nomusi bilan, qizlarning g'ururi bilan o'ynashgan erlarga da'vatime bu gapni. Men shu loyiqning ishini psixik jihatdan maslahat berish ishini butunlay to'xtatdim. To'xtatsam yana radio stansiyasining meni ziyorat qilib, ular meni to'xtatganlik sababimni bilgachga shuni yana jamiyat chiqarish uchun nima uchun to'xtatdingiz deb savol so'ragan, men deb javob berdim. Depiraymi sizlarga? Men mush uyimning derisidan, meni uyim Dunko'rikda yo'l bo'yida. 5-qavatda. Mush uyimning derisidan ko'chaga qarsam, yo'lda o'tgan, kechgan erlarning hammasi ko'zimga cho'chqa bilan eshakdekli ko'rindi. Men shu qadar erlar dunyosidan seskinib ketdim. Agar bir er menga shunda hurmatsizlik qilsa, g'o'sdan qo'sqa pichoq tiqib etishdek holatga yetdim. Men haqqa psixik jihatdan maslahat berish emas, o'zim psixik jihatdan zo'r darajada buzildim, shuning uchun to'xtadim dedim. Endi men Istanbulga chiqqan hayotimda, chet el hayotimda qarsam Nuzugum jamiyatining mushu Nuzugum nikoh bog'chisini qurdi. Qurgandan keyin vaqti men Nuzugum jamiyatida emas vaqtim. Qurg'uchiga dedim, siz mush xizmatning o'zidan chiqa olamsiz, men ishlab ko'ygan mundaq jihatlardan. Biz ashada taxi Ürümchida nurg'ulg'i odamlarni tunuymiz. Biz miyada tunumaymiz. Biz Ayşehirdan, biz Maşehirdan kelgan. Ashadagi odamlar ota-onasi kim, tarixi kim, har holda bilgimiz bor. Ham bu ularni uchurlarini ta'minlaydi. Bu yerda undaq emas, bundaq sharoitda davomlashtirish texim tez. Buningda sizda qanchalik daraja ruhiy tayyorlik bor desam, ular shundaq bir oddiy tushuncha bilan o'tirib chiqalgan deb o'ynimda yaxshi siz bu xizmatni qilib boqqan bo'lsangiz, undaq sizga topshirayli dedi. O xizmat endi menga tushdi. Men shu jarayonda nurg'ul xallar bilan ko'rishdim, anket to'ldirib, ahvolni ma'lum qilganlar bo'ldi. Soatlab telefonda paranglashdim. Oldi bilan uning talab fikrlarini anglasam, o'zidan 15 yosh, 25 yosh kichikni oladi. Bir oz iqtisodiy kirim borni oladi. Bu narsani men erlarni ayiblash uchun, ularni tuvallashirish uchun, yambirim qilish uchun demayapman. Bular tafsili demay. Shuningga bir ayol kishini tunishtirish uchun mash er bilan 2 kun, 3 kun ideistiki ashnasini pokizlab, bir ayol kishini og'idek bir ideviy tayyorlikqa da badal to'lash ruhiga ega bo'g'dak akilish uchun suhbatlashima. Ashnasini vujud paydo qilib bir ayol kishi olma degan er sen badal to'lashni o'zing yetildir deb. Uni oxirisi chiqmadi. Hozir chet eldagi qizlarning to'y qilmas, ayollarning to'y qilmasini hammada qaqshaydi. Hey, erlar, ma bir tul ayol ekan, mana 2 bolasi bor ekan, bir bolasi bor ekan, ashni balamning o'rnini ko'rib olay demsa. Ummat uchun, millat uchun xizmat qildiki, ash o'zi olmoqchi bo'lgan ayolning bolasi uchun xizmat qilmagan er qaysi millat uchun xizmat qiladi ekan? Uni olmaydi masalan. Yeshib azroq cho'ngib ketsa, tug'olmaydi deganni bahona qilib olmaydi. Onkeyndan qizlarni andaqkan, mamundaqkan, u palonchilar aralashib qopdi, pistonchilar aralashib qopdi ekan deb axloqiga baho qo'yib olmaydi. Ashni singlimning, achamning o'rnini ko'rib tarbiyalay. Ashniga ega bo'lish mening majburiyatim deb o'ylamaydi. O'zlari qizlarni yo'ldan chiqirdi. Onu kendin to'y qildigan vaqtida oppoq yuz ichilmagan, sharma hayoliq qizni tanlaydi. Unda bo'lsa erlardan so'rab boqay, siz buzvatgan qiz o sharma hayoning egisi bo'lishga haqliq emasmidi? Qizlarni qizlar buzmaydi-ki.
Vatandan men shu savolni qo'ydim. Mishadim ham shu savolni qo'yma. Hey, bir qiz ayollarning yig'lab deb ekanlariga shohid bo'ldik. Da tunishib qoldik ekan. Da chiroyli hijobli ayollar. Da rasmingizni avit biring desa, rasmini yog'liq bilan avasimda bir chiroyingiz aniq chiqmaydi ekan. Mundaqroq avit biring desa, ham ma'qul deb chechivda avit bersa, unda bettara uch holat avit biring deydi ekan. Yo'q desa, unda bo'lsa ma rasmingizni taqit etaman. Buna hijobli ayol degan mundaq qildi, andaq deb qo'rqoq soldi ekan. Başta xotinlar yig'lab turib deb berdi shu ahvollarni. Hey, sizlarning Aşında qıvatqan ərlər, həm ərlər qaratmadım ki, ne məsuliyyətcən ailəsiga ega bo'layotgan, xotin qizlar ega bo'layotgan ne ərlər bor. Allah sizlarga ikki olam məsləhət əcr bersin. Mən aşda qıvatqan ərlərga da'vatman. Sizlardan ayol kishini ayıplaydiganga, ayol kishini qarlaydiganga ulan so'roq tortadigan nima haqqinglar bor? Mən aşu qizlar elchi programmasiga qatnashgan qizlarni o'ttirg'i Aşını nim qilgandan keyin, men Facebook betimda ham berligandan keyin nurg'ulg'a erlar menga haqorat qildi, mening fikrlarim to'g'riliq. Qatnashgan qizlar haqorat qildi. Qizlarimiz agar ashtaq bo'lsa, aqqivetimiz, ko'qqavetimiz undaq qilamiz dedi. Shu chiqqan qizlar bilsanglar, hammanglarning qizi, ojisi, singlisi edi. Aşlarını qo'g'dash, shunda o'tirib chiqolmaslikqa majburiyat ham erning ustida edi. Yiliqi Jaloliddin Rumiymi kim? Hozir u voqelikning mazmun ismida o'zi pek ismda yo'q. Aşı bir zamonlarda Qashqarga kelib, yurt katalarining isil so'rovlari qatnashib, bu yer mushtamishlar ishlab bo'ytibdi. Payishvozlik borgan, aqo'chilar undaq deganda ayollarni ayiblagan erlar nim deb javob bergan. Ayollar javob emas, erlar sizlar javob degan. Va to'g'ri yuzi satga qildim, ammo shunda degan. Shuni demasak yan bo'lmaydi. Biz qachongacha silg'aytib, yana gunohni ayollar qo'yib, ayollar shu qadar gunohkormi? Nima desak ko'tardigan? Keldik bugungichilik. Qancha silg'aytgancha, qancha go'zal qilgancha, aqlli ishorat nodon juvoldirs degancha, bütün narsaning qurboni, tildashlamning qurboni, ham narsaning qurboni ayollar bo'yatdi. Buzuqchilikning qurboni ayollar bo'yatdi. Yana desam, yana shu ayol bilan buzuqchilik qilmaydi. Ayol ayiblindigan-yu, shu ayolga egib, hey, ma ishdan tat o'zingni, to'g'ri yo'lga mang. Pul kerak bo'lsa men beray deb egilmaydigan. Shu ayolni shu yo'lga boshlayotgan erlar nima uchun so'ra olmaydi? Allah saqlasin. Hech qanday qiz sahnaga chiqib, ashundaq loyiq dalaydigan kunga qolmasin. Men dedim, shu qizlarmi sahnaga chiqqan qizlar, mening qizlarim shu kunga qolmasin dedi erlar. Qolmasin, Allah saqlasin, hech kim xolamaydi. Ash qizlarmi-chu qaranglar. Sizlar o'xshash otalarning qizlari edi. Shu qizlarning-chu otalari keyingi kunda mening qizlarim sahnaga chiqib er tanlasin deb baxmagan. Sizlar qanchalik ahvolgan bo'lsanglar, shundaq ahvolgan. Ular uni xolamaydi, uni tillamaydi. Ammo shu kunga duchor bo'ldi qizlarimiz. Nurg'ulg'a erlar, o'zinglarni tekshirib boqinglar, chet eldagi erlar. Qiz ayollarimiz qanchalik ega bo'ldinglar, o'zinglarni tekshiringlar. Sizlar qanchalik qizlarga, qanchalik ayollarga mas'uliyatsizlik bilan muomala qildinglar. Ularning hissiyoti bilan ipti bilan o'ynashdinglar. Bugun ham qilyapsizlar. Ham mush zamonda, mush vaqtning o'zida qilyapsizlar, qilyapsizlar. Qanchalik qizlarga ega bo'ldinglar? Yuraginglarda ega bo'ldinglarmi? Ağzınlarda tor sahasida qaynab qo'ydinglarmi? Tor sahasida o'zinglar oliyjanob ko'rsatdinglarmi? Amli harakatinglar qanchalik ega bo'ldinglar? Hey, qalbinglardagi har bir ishni ko'rib turg'ichi eganglar va ustislan yaratgan. O'zinglarga fatvolar orqali qilib tashtirgan, qonunlashtirgan ishlaringlarni so'rg'in oladigan, qalbinglardagi shu narsani oqlayotganini bilib turayotgan eganglar bor ustida. O'zinglarni oppoq qilish uchun qizval ayollarni badal qilib to'layotgan, gunohni ayollar qo'yayotganliginglardek shu narsani ko'rayotgan eganglar bor ustida.
Özüңlardan so'roq qilinglar. Gunohni ayollar qo'yishdan burun shu qiz ayollarmi bizning qizlarimizdek pok g'uborsiz, biz a'tvolab cho'ng qilgan qizlar edi. Bizga o'xshash otlarning orzuli qizlar edi deganni o'ylanglar. Mening gapim shu tugidi. Gapim eg'ir ketgan bo'lsa, xapumanglar demayman. Chunki xapulinglar o'zinglarni tekshiringlar.